Assalomu alaykum qadrdonlar va nihoyat Standartning 3-rasmiy filiali Buxoro viloyatining Gala-Osiyo tumanida xudo xolasa mana ertaga ochiladi. Bu filialni ochar ekanmiz. Bitta narsani aytib o'tishni o'zimga joiz deb bildim. Bizni bugungacha deyarli 2 yildan beri Buxoro shahrida faoliyat yurityapmiz. 3 oydan beri Jondor tumanida faoliyat olib boryapmiz. Bu filialimiz ochilishida 2 yil davomida Buxoro shahrida bizni qo'llab-quvvatlagan mijozlarimiz, 3 oy davomida Jondor tumanida bizni qo'llab-quvvatlagan mijozlarimizni hissalari cheksiz. Sizlarga rahmat aytamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa keyingi qadamimizni mana Gala-Osiyoga qo'ydik va o'ylaymanki endilikda bu yerda Gala-Osiyoliklar ham bizni qo'llab-quvvatlashadi degan niyatdamiz. Do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu filialning ochilish chog'ida albatta fokus bo'linadi, har xil ishlar bilan band bo'lib qoladi va eski filiallarimiz agar Buxoro shahridagi filiallarimiz, Jondor tumanidagi filialimizga ozgina e'tiborimiz susroq bo'lib qolgan joylari bo'ldi. Do'konlarimizga tovar yetishmovchiligi yoki ba'zi nuqtalarda tovarlarning tartibsizligi bo'lib qoldi. Bu kamchilik uchun hammalaringizdan uzr so'raymiz va xudo xohlasa ertaga mana bu do'konimizni ochib olganimizdan keyin barcha filiallarimizni qaytadan to'liq tartibga keltiramiz, mahsulotlar bilan to'liq to'ldirib sizlarni yana kutib qolamiz. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Like bosib qo'yinglar, prosmotr kanalga qo'ying.